Alaykum vatandaşlar, sizlarga sog'lik salomat tilagan holda men hozir 2026-yil 24-may sanasi Termiz shahar portga 9-bekat ro'parasida kelib turibman. Mana shu yerda qad ko'targan, qad rostlagan 5 qavatli novostroyka mavvora uylari kelib turibmiz. Mana bu Kurukdagi uylar bo'ladi. Kurukdagi uylar portda, Termiz shahar portda. Mana bunaqasiga ham davom etgan. Qad rostiga shunday kamalakran bo'libdi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir 5 qavatli uylarda birinchi qavatida sotiladi 3 xonali subsidiyali kvartiramiz. Zudlikda sotiladi, reklama maqsadida kelamiz. Kurukda uylarda bo'lyapti. Mana bu manzilimiz tashqi fasadini shunday ko'rsating-da. Uzoqroq yurib ko'rsating. Mana shunday ko'k fasad mana 63 odamdan bo'lyapti. Keling. Ko'rsatamiz. Podvollari bor, lekin hali foydalanishga topshirmagan. Shirkat paydo bo'lishi bilan topshiriladi. Keling. Bitta podyezdda, o'sha bir podyezli dom, birinchi qavatda 4 ta qo'shni bor. Mana o'sha hozir kelib bismillahirrohmanirrohim 3 xonali kvartiramizni obzorini qilamiz. Tashqi ishdan to'g'ri kelsak, bolalar xonasi bo'lmoqda. Yevro remont qilingan, natijli patolog, oboy, gilam parda hammasi qilingan. Detskiy mebellar qo'yilgan. Keling. 3 xonali. O'rtada spalni xonamiz, kattalar yotoqxonasi. Ko'rishingiz mumkin. Bunisi mehmonxona bo'lmoqda. Umumiy maydoni 52 kvadratni tashkil etadi. 51.97 ekan. Birinchi qavatda joylashmoqda. Mana bu kuxnyamiz. Kuxni mebellar yasatilgan. Suv, svet aslo yo'q. Bu yerda gaz yo'q. Bu yerda gaz yo'q. Shamol aylanishiga skvoznak kvartira desak mubolag'a bo'lmay, eshik deraza ochib qo'ysalar, shamol aylanib turibdi. Xo'p. Suv bosimi yuqori. O'zi bu yerda optik kotyol bo'ladi, lekin uyning egalari elektriskiy kotyol qo'yishgan, mana qaranglar. Juda yaxshi ishlaydi. O'zinglar uchun alohida ishlaydi. Kuxni mebellar yasatilgan qoladi. Mana o'g'illar qo'yishibdi. Fayzli xonadon sotuvda. Oxirigacha tomosha qilinglar. Uygalar nomeri pastda e'lon qilinadi. Tashqi ishdan shunday kirganda o'ng qo'lga sanuzel birgalikda bo'lmoqda. Hojatxona bani birgalikda. Do'stlar, buni boshlang'ich to'lovi 195 million so'm deb baholandi. Xayriga kami bor. Oyiga kredit bo'yicha, ya'ni grafik bo'yicha to'lovini aytib o'taman. Xo'p, subsidiya bo'lmaganda aslida bu 5,5 million, 5 million 600 chiqish kerak edi, lekin subsidiya bo'lganligi tufayli 4 million 100 shunday chiqyapti ekan atrofida. Ulgurib qolinglar. 5 yil davomida shunday davom etdi. 2026-yilda boshidan buyon kredit to'lanib kelinmoqda, zudlikda sotiladi. Oxirgi muddat 2045-yilgacha ekan. Bankda asosiy qarz 328 million so'm tashkil etmoqda. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, o'sha gap. Pastdagi nomerlar, egalar nomeri, reklama maqsad, tepadagi nomerlarga bog'lanasizlar. Tuni-kun el-yurt xizmatidamiz. O'z fikringizni izohlarda qoldiringlar. Birinchi qavatda 3 xonali dom So'rashni sotadi. Mana shunaqangi domizda yurgan tashkil yuborib qo'yamiz. Tamom.